Bemor ahvoli haqida ma'lumot beramiz. Nozik, Tushunmadim, qanaqa nozik? bitta tanishimga o'xshab ketibdi. Narsalar oling, boshlaymiz. Chiroyli ekanmi? Qanaqa chiroy, nejniy-a? Narsalar oling, yechintiring, boshlaymiz operatsiyani. Nima? Mana yechintiraman. Qizdan ko'rsangiz o'zidan ketasiz. Teshasizda o'sha yerdan qilasiz. Hozir rashk qilyapsizmi? Qanaqa rashk? Biz doktorimiz Gippokrat qasamini ichganmiz, davolashimiz kerak. Men vrach, siz hamshirasiz, tushundingizmi? Siz menga uylanayotganingizda ham qasam ichgansiz, xo'pmi? Xiyonat qilmayman deb. Ha, xo'p, bering. Voy, bemor ahvol yomonlashyapti. Kakras. Sun'iy nafas berish kerak. To'xtang, qanaqa sun'iy nafas berasiz? Nima qizdan ko'rsangiz o'zingizdan ketadi. Bo'lmasa yuragini massaj qilaman. Ha, yoqmay qolsin, sizga. Qizlarni ko'rsangiz o'zingizdan ketasiz. O'shab turayman buni. To'g'ri, sochlaring yoyib olib, mana bunaqa erim oldi, yotmasdan. Hozir betingga o'tirib olaman, dunyoni ko'rmaysan. Shoshmang, ko'kosh. Men doktorlik vazifamni bajarishim kerak. Sun'iy nafas beraman.